Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sizlarga hozir narxlar bomba qilib akamiz bilan gaplashgan keldik. Mana tariflarni sotamiz ekan, xudo xolasa. Aka, bularimizni nech pul deyapsiz endi? Bularni aka Instagramga qo'ydim. 150 ming so'm, ikki kattalarni 200 mingdan qo'ydim. Bu kattalari mana 200 mingdan, ha? Bular 200 mingdan. Ha. Bular ham 150 mingdan qo'ydim. Kichkinalar 150 mingdan, ha? Hammasi lashin. Bular nech pul qilib berasiz endi, aka? Tanlab olishga 200 ming so'mdan beraveramiz aka. Tanlab olishga 200 mingdan. Aha. Kattalari. Kattalar. Kattalarni. Kichkinalarini-chi. Shular 150 ming tanlab olishga. Obunachilarimizga nech puldan qilib berasiz? Obunachilargami? Obunachilarga kattalar 150 ming beramiz, kichkinalar 100 ming beramiz aka. Kattalar 150 ming, Kichkinalar 100 ming. 100 ming qilib berasiz obunachilarga. Yo'q, bo'lmadi aka. Obunachilarga lashim olganga 100 mingga qilib berasizmi? Donasini. Hammasini bitta odam olsa, bir kishi oladigan bo'lsa 100 ming so'mdan qilib beraman. Do'stlar, mana sizlar uchun narxlarni sindirib yubordik. Ko'rishlaringiz mumkin. Lashimiga 100 mingdan mana bu yerda olovlari turibdi, do'stlar. Kimga kerak bo'lsa pastda nomer qoldiramiz, akamizga chiqib olasiz. Barakami aka? Baraka. Baraka.